Barchangizga assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Yana bir bora xush kelibsizlar. Mana bizlar do'stlar bilan birgalikda toqqa aylanishga qaytdik. Hozir sizlarga bitta zo'r narsa ko'rsatmoqchiman. Mana bu yoqlar ham tog'lar azizlar. Mana eskilardan bitta maqola bor. Bizda qudrat ko'rsang toqqa bor degan. Shuningdek, o'sha gapga binoan biz ham sizlarga bir Allohning mo'jizasini hozir ko'rsatmoqchimiz. Mana azizlar, sizlarga ko'rsatadigan joyim mana shu yoq bo'ladi. Mana shu yoqda bitta narsaga guvoh bo'ldik. Afg'onistonning o'z tilida domdom deydi. Mana haqiqatdan ham bu yoqda Allohning mo'jizasi. Hech yerdan bir teshik-meshik yo'q. Yana ham mana tog'ning tagida kabakda mana suv tomchilab yotibdi. Mana Allohning mo'jizasi. Alloh taolo hamma narsaga qodir zot. Mana bu yog'im suv. Mana katta kavak. Bunda cho'ponlar qo'ylarni olib kelib shu yoqda yotqizishar ekan. Oqshomlari. Keyin sovuq bo'lgan paytlar mana bu yoqdan sug'orar ekan. Do'stlar, bu yoq ham kichkina tunnelcha ekan. Mana bu yoqdan kirib qaytdik. Hozir mana bu yoqlarda ham g'or bor ekan. Mana bu yoq ham g'or. Azizlar. Mana azizlar. Mana bu yoqdan ham yomg'ir yoqqan paytlar suv sel olib kelib mana shu yoqdan mana bu yerga pastga quyar ekan va mana bu yoqqa oqib ketar ekan. Azizlar, xulosa shunday gaplar. Mana Afg'oniston tog'lari. Mana azizlar, video yoqqan bo'lsa bitta yurakchani qizartirib do'stlarga tarqatib qo'yarsiz. Hammalaringiz sog' bo'ling, salomat bo'ling.